yo'qchilikni ko'rish, kamchilikdan nimangnidir chiqazib sotish bu zo'r holat. Bu nimaga? Odamni kuchli qiladi bu. Odam o'zini o'rnidan turishiga majburlaydi. Odam, to'xtab, bitta narsamni sotdim, yana qancha narsamni sotaman? Shunaqa sotib yuraman endi hamma narsamni. Ne paydo bunaqa bo'lmaydi hayot. Menga bu narsa yoqmayapti, nimadir qilishim kerak degan narsani uyg'otadi-da ichkarida. Va odam tushunadiki, yo'q, sotish bilan masala hal bo'lmaydi. Nimadir qilishim kerak. Ya'ni men birimni ikki qilishim kerak, pul topishim kerak. O'shanda turmush o'rtog'im ham, men ham ishni boshlaganmiz, gazetada ishlaganmiz, boshqa o'sha oddiy dizayner versalshikida, men oddiy reklama bo'limida har bitta reklamodatelga telefon qilib, "Allo, вы не хотите разместить рекламу в газете Dakchi?" deb so'raydigan davrim bo'lgandi. Lekin shu narsa meni kuchli qilgan. Har qanaqa eshikni taqillatishimga shu narsa o'rgatganda, ya'ni necha marta yo'q eshitgansiz? Voy, kibrlanib o'tirib olib, "Yo'q, men falonchini qiziman, qanaqasiga so'ramayman" degan narsa emasda. Ya'ni majbur bo'lgansiz va har gal, "Извините, нам это не интересно" deganda ichingizda bitta egoiz bor-ku, ego katta, meningiz bitta tars sinadi. Sinib sizni nol holatiga keltiradi. Va nol holat, men buni doimo ayollarga aytaman, eng ajoyib holat. Insonning hayotida eng ajoyib holat bu nol holat.